Assalomu alaykum, barchangizga Ramazon muborak bo'lsin. Bugun sizlarga bir iltimos bilan chiqdik. Bu akamiz Abdurimova Mardona 43 yoshdalar. 2016-yilda Toshkentdan Xorazmga qaytishda Buxoroda avtohalokatga uchraganlar va oyoq son suyakdan singan. Bu avtohalokatdan keyin oila a'zolari ham undan voz kechgan. Hozir yolg'iz yashab, bir o'zi bu kasallik bilan kurashib kelayotirlar. Mardona akamiz shu holatda ham maqsadlarini erishishdan, intilishdan, mehnat qilishdan to'xtamasdan o'zi sevgan kasb tikuvchilik bilan shug'ullanib kelayotir edilar. Lekin avtohalokat asoratlari sabab hozirgi kunda ahvollari juda og'ir. Oyoqlarida og'riqlar kuchaygan, yurishi qiyinlashgan. Shu o'tgan 10 yil ichida 17 marta katta jarrohlik operatsiyalarini boshidan o'tirganlar. Suyak singan joydan hozirda mikrob yig'nalib, amputatsiya darajasiga kelib qolgan. Hozirda shifokorlar son suyakning yuqorisidan oyoqni kesib tashlash kerakligini aytishdi. Lekin Rossiya Federatsiyasida 6 oy davomida 3 marta jarrohlik amaliyoti o'tkazilsa, oyoqni saqlab qolish imkoniyati borligini ham aytib o'tishdi. Lekin hozirda bu operatsiya uchun yetarli mablag' yo'q. Har bir operatsiya 65 million, 3 ta jarrohlik operatsiyasi 200 millionga yetib boradi. Birinchi operatsiya 25-mart kuni bo'lishi kerak. Lekin yolg'iz, nogiron ayolda bu operatsiya uchun yetarli mablag' yo'q. Akamizni oyog'ini saqlab qolishga qo'ldan kelgancha yordam beradi. Oyog'ini saqlab qolmasa, bu akamiz yolg'iz yashaydi. Bir stakan suv kelib ichish ham sharoiti bo'lmay qoladi. Bu hayotda odamdan yaxshilik qoladi. Bu ayol ham biza kabi yurishni, maqsadlarini erishishni, karyerasini tiklashni juda xohlaydi. Ramazon oyida yordam qo'lini cho'zali. Qo'llaringizdan kelgancha videoni tarqatib, qo'llaringizdan kelgancha yordamlaringizni ayamin, befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin.